Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, bugun sizlar bilan birgalikda juda ham ajoyib bo'lgan taom, barak taomini tayyorlaymiz. Demak, bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshladik. Bir idishimizga 1 osh qoshiqdan sal ziyod tuz, yarim litr suv hamda 1 dona tuxumni vilkada yaxshilab aralashtiramiz. Oliy navli undan foydalanib xamir holatiga keltiryapman. Ko'rib turganlaringizdek, xamirimiz qattiqqina bo'lishi kerak. Mana shuncha piyozdan foydalanaman. Men shu orada yana mushlab qo'yaman xamirimizni. Yana o'rab qo'yamiz. Ana endi mana ko'rib turganlaringizdek piyozlarni yaxshilab tozalab, yuvib oldim. Ana endi demak qo'limda maydagina qilib to'g'rab olaman. Azizlarim, ayrim joylarda barakni chuchvara deyishadi. Bizning Shivada esa barak deymiz. Bu barakimizni yaxshilab tugib olgandan keyin muzlatgichga qo'yib, undan boshqa kunlari ham foydalansanglar bo'ladi. Hech narsa qilmaydi. Ovqatlarga solishda, qaynatib yeyishga juda ham qulay bo'ladi. Shoshib turganingizda oldingizdan tayyor taom bo'lib chiqadi. Mana ko'rib turganlaringizdek piyozlarni to'g'rab olyapman. Ana endi azizlarim, mana shunday holatda ham to'g'rab olaman. Ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda to'g'raladi. Azizlarim, mana xamirimizni endi zuvolalarga bo'lib qo'yaman. Demak, menda 4 ta zuvola bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringizdek, hammasini mana shunday zuvola holatiga keltirib selofan paketida yana bir bora o'rab qo'yamiz azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek har bir zuvolani mana shunday mushlab, unlab qo'yaman. Demak, yoyishimizga qulay bo'ladi hamda oson bo'ladi. Ana endi bu yerda 800 gram farsh, mol farshi. Mana ko'rib turganlaringizdek, ana unga maydalagan piyozlarimni soldim. Yaxshilab endi ko'rganlaringizdek tuz, har xil ziravorlar, murch, u sizning xohishingiz. Yaxshilab g'ijimlab, demak nachinkasini tayyorlayapman azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi tayyor xamirlarimizni yoyishga tushdik. Mana yupqagina qilib yoydim. Mana ko'rib turganlaringizdek baraklarimiz maydagina bo'lish uchun demak kichkinaroq qilib kesib olamiz. Ana endi yana bir bora lentasimon bo'ladi. Shu lentasimonni ham mana ko'rib turganlaringizdek yaxshilab ustma-ust qo'yamizda. Yana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda bajaramiz. Mana bu chekkalarni qaynatib yesa ham bo'ladi azizlarim. Mana baraklarimizni bukayapmiz. Mana shunday tayyor bo'ladi. Sog' salomat bo'lasizlar.